Hadis ilmi ve fıkıh ilmi ilimler içindeki en şerefli ilimlerdendir. Allah Teala bazı bendilerini fıkıh kılıç bilen, bazılarını hadis ilmi bilen şerefli kılgandır. Bugün sizlerge sözlep vermek olan alimimiz bolsa, yukarıda her ikili sahada utuq kazangan Hanefi mezhebinin tövürüklük şahıslardan biri. Akide, fıkıh, hadis ilimlerinde öz zamanısının serdar bolgan Şeyhul İslam, Hafizul Kebir, İmam Tahavi rahimahullah'tır. İmam Tahavi rahimahullah'ın tuluq ismi Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamet al-Azdi al-Hijri al-Misri Tahavi al-Hanafi bulup, hicretinin 239 yılı Mısır'ın Taha degan yerida dunyoga kelgan. İmam Tahavi namı bilan meşhurdur. İmam Tahavi ilim marifat güllengen bir ailede ösüp yetilgan bulup, onun tağısı İmam Muzani, İmam Şafii rahimahullah'ın en çok şagirdlerinden ve kiyinki Şafii mezhebinin nopozluq kişilerinden hesaplandı. İmam Tahavi özünün ilim seferini mana şu yerden, yani tağısı Muzani'den Şafii mezhebinin asasını öğrenişle başlaydı. İmam Tahavi tağısının yanında bir qancha yıl turup İmam Şafii'nin fıkıh göz kararlarını ve hadislerini öğrenip ilimde xeyli çoğunqurlaşdı. İmam Tahavi'nin Şafiiler ailesinde üsüp yetilip, Şafii mezhebinin asasını puxta egallagan turib, ama ahirida Hanefi mezhebiga o'tkilib, bu mezhebning ana shu asrdagi eng cho'ng imomlardan bo'lib qolish haqida xilma-xil rivoyatlar bordir. Bu haqda İmam Zahabi rahimahulloh mundaq deydi. Bir kuni dars sonunda tağısı İmam Muzani jiyani Tahaviga qarab, qasam qilamanki, seningdan olim chiqmaydi deganda gaplarni qiladi. Bu gapdan qattiq ochiq kelgan İmam Tahavi shu kundan boshlab Misrga yangidan qozi bo'lib kelgan Hanefi mezhebining olimi İbn Abi İmronning yeniga berib, uzun mezgil onundan ilim alıdı ve Hanefi mezhebideki 3 eser Muhtasar at-Tahavi namlı kitabını yazıp çıkdı. Ana şu zamanlar Hanefi mezhebinin riyasetçiligi İmam Tahavi'ye kalgan idi. İmam Tahavi bir günü qasamga kapparet berish haqida shogirdlarga ders so'zlab o'tib, tağısı İmam Muzani'ni aslab mundaq deydi. Allah Taala onunğa rahmet kılsın. Agar tağam bugün hayat bolgan bolsa, jazman qilgan qasimiga kaparat bergan bo'ladi deydi. İmamning keyingi ilmiy hayoti Hanefi mezhebining madrasalarida Hanefi fiqhisini o'rganish va o'rgatish bilan birga islom iqlimlarining ko'pinchasiga berib, ushbu diyorlardagi muhaddis ulamolardan nurg'ulg'an hadislarni yozib to'plash jarayonida İmam Tahavining shayxlari 300 dan eshib ketdi. Ko'plagan hadis rivoyatlaridagi sanadi İmam Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah qatorliq mashhur muhaddislarning shayxlariga tutuşib, Misr diyorining muhaddisiga aylanadi. Shu zamonning ulamolari İmam Tahavi'ni işençilik, sözleri hüccet bulduğun Hafizul Kebir, Şeyhul İslam'da tarifleşidi. İmam Tahavi İslam ümmetiga nurg'ulg'an o'chmas asarlarni qoldirgan bo'lib, ularning qatoridan Sharh-u Ma'anil Asar 10 tom, Sharh-u Mushkilil Asar 15 tom, Ahl-i Sünnet vel Cemaatning aqidasi bo'lgan Aqidat-u Tahavi ve yana İxtilaful Fuqaha, İxtilaful Ulama, Al-Muhtasar, Ahkamul Kur'an, التسوية بين حدثنا وأخبرنا صحيح الآثار ve bundan başka nurgulluğun ilmi eserleri bugünkü günümüzde köplügen medreselerde derslik kılınıp gelmekte. İmam Tahavi fıkıh, hadis, akide her sahada büsüp çıkıp İslam ümmetinin imamı bulup barca kişiler kail buluşulgan bir alimga aylangan ve halife valiler mi o kişiden ayminişip naiti hürmetleşke erişken küllerde mi özünün addi sadda zahitlikini taşlap koygan emez. Tuhfatul Ahbab namlı kitapta mundaq bir vakalik sözlendi. Mısır'ın aşı vaktlardaki valisi Abu Mansur nahayette qattiq qo'l adam bulup avam xalq onundan qo'rqishatdi. Bir kuni bu emir İmam Tahavi hazratlarining yeniga kirdi. Allah'ның ilmi bilan sharaflangan İmam Tahavining sur hayvetini ko'rgan emirning qalbida imomning ayminish shakllanib, birdilla imomga yaqin bo'lishga tirishdi. Va ey hurmatli imom, agar xohlasang qizimni sana nikohlab beray deydi. İmam Tahavi chiroyli chirat qildi. Undaq bo'lsa sana hisobsiz mol dunyo sovg'a qilay. Agar xohlamasang davlat xazinasidan sana bir ekinzorlik ayirib beray yoki sen nimani so'rag'ing bo'lsa so'ravergin deydi. İmam amirning barcha takliflarini chiroylicha rad qilib, "Menga mol dunyo kerak emas. Agar nasihatimni qabul qilsang, sana 2 og'iz gapim bor" deydi. Amir albatta qabul qilaman, qani so'zlagan deydi. Xato yo'lga burilib ketmasliging uchun diningni yaxshi saqlagin. O'lim kelishdan ilgari yaxshi amallarni ko'p qilgin, bandalarga zulm qilishdan saqlangan. Shundan keyin Amir Abu Mansur avam xalqqa zulm qilishdan qo'l uzdi. Mana bu musulmonlarning ulgusi bo'lgan, haq so'zlashdan qo'rqmaydigan,
İmam Tahaviyning biz sanab tugitib bo'lolmaydigan go'zal axloq kartinasidan bir parchadir. Bugungi kunimizda biror boshliq yoki rais podshoh bilan yaqin bo'lib qolgan ba'zi kishilarni ko'ramizki, ularga nasihat qilib, "Yig'iz lillah" gap qilish uyoqtirsin, ularning qilgan xatoliklarini uning qilgani to'g'ri edi deb yepishib qoldiraydi. Alloh ham ana shu kishilarga haq tuturib, haqni so'zlashga nasib qilsin. O'zining hayotini Allohning roziligiga atgan, Rasulullohning hadislarini to'plash uchun kech-kunduz tirishchilik ko'rsatgan, zolimlar oldida tik turib, mazlumlarga rahimdil bo'lgan hurmatli imom Shayxul Islom muhaddislarning faxri İmam Tahaviy rahimahulloh hijratning 321-yili 82 yoshida Qohirada vafot bo'ldi. Alloh taolo İmam Tahaviydan rozi bo'lsin, oxiratdagi martabasini ustun qilsin.